Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq oçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, həmmələ məlum boğandək illərdən bu yana ötküzü atqan bu proqramımızda biz millətimiz içində göz görünən meyli ilmi sahədə olsun və ya ki dini sahə, siyasət səhnəsindəki kişilərimizi təklif qılıb, xilma-xil mavzularda söhbət qılıb gəliyatırıq. Bugün məşğulun cümləsindən tünügün elanımızda bəgəndək intayın mühim bir temada söhbət ötküzdüğanlığımızı elan bəgəndə huzurunlarda oturubduq. Bugünkü temamız intayın mühim müstəqillik hərəkətimizin ilmi, fəlsəfi əsasları temasında söhbət qıldığanlığımızı elan bəgəndik. Aldı bilən bugünkü qimmatli əziz mehmanımızı tanışdırıb ötümən. O bolsun Yaponiyadan qatnaşıb atqan hörmətli doktor Muxtar Buğra əfəndimini təklif qıldıq. Yaponiya həm Dünya Uyğur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzinin müdiri, şundaqla Yaponiya Uyğur Cəmiyyətinin ki daimi əzası və Yaponiya Uyğur Filologiya İnstitutu oxutqucusu özü, fəlsəfə fənləri doktoru Muxtar Buğra əfəndim təklif qıldıq. Aldı bilən qimmatli vaxtını çıxarıb ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köp rəhmət etimiz. Sizlərə köp rəhmət. Rəhmət, Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydandan tarqıtılıvatıdır. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, belişənlərinin, suallarına olsa, soruşanlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qayıtnaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmağa istər. Əlbəttə, biz doktor bilən əsli bu bugünkü san proqramımız 2023-cü ildə doktor Türkiyəyə ziyarət qılğan şu vaxtıda bir yığın üçün kəqə vaxtıda Uyğur dövlətçilik fəlsəfəsi temasında bir söhbət qılğandıq mənim şu studiyada. Nəhayət yaxşı bir söhbət bolğandı. Ondan keyin mana ötküzümüzdə bir yana söhbət planlarımız vardı. Lakin bugünkü nisib oldu. Şunun davam edəsək oldu bugün müstəqillik hərəkətimizin ilmi, fəlsəfi əsasları. Əlbəttə, bütün dünyadakı xalqımız görüb duruyatımız, bütün tirişçiliklərini qılıvatımız, meyli ziyadilərimiz, dini sahə, siyasətdəki barlıq kişilərimiz deyəndək. Lakin müstəqillik hərəkətimiz biz oylağandək, xalqımız kütkəndək, oңuşluq bir şəkildə, xoşal qıldığan bir şəkildə mağmayvatqanlığını bilimiz. İçki təşqi krizislərimiz köz aldığımızı turubdu. Şunun üçün əlbəttə hər sahə kişiləri o vətənini qolğu kəltiriş üçün özünün qoldan gəldiğən barlıq tirişçiliklərini göstərməsi bulmaydığan bir məsələ ikənligi eniq. Şunun üçün bu sahəni ki bulubmamışı ilim fən fəlsəfi nöqtədən həm fəlsəfə fənləri doktoru boğanlıq üçün hörmətlik doktorunu bugün yenə təklif qıldıq. Başqa cəhətdən bu sahə tərəfindən mi analiz qılıb baxaydı, söhbətləşib baxaydı da. Şunun üçün aldı bilən hörmətli doktor başlayıb gəlsək onda olsa, birinci sualımını şunun bilən başlasam, müstəqillik hərəkətimiz üçün bugün həmdə maskildığan ilmi, nəzirivi ramka qandaq şəkildə quruluş gerek degan sualdan başlayan bolsaq, mərhəmət. Bu nəhayət mühim sual və çonqur sual. Bir milli hərəkətininki ramkisi məlum məndə qılğan vaxtda ideologiya cəhətdəki ramkini göstərib qarayımız. Yəni bu ramka fəlsəfə cəhətdəki yoki etiki cəhətdəki, qimmat qaraş cəhətdəki ramka bo'lishi kerak. Bunun asas negizi millatning fəlsəfəsi yoki millatning etikasi bo'lishi kerak. Bu hareketke model bulduğan İngilizlarning yoki Germanlarning yoki Fransuzlarning hareketiga qarasak shundaq narsani ko'rish mumkin. Ya'ni Germanlarningki faylasuflari, Germanlarning idealistlari keyingi vaqtda Germaniyaning yoki bo'lmasa ayni vaqtdagi Preussen ninki yoki Weimar Cumhuriyeti deydi. Bu küçük German devletlerininki mevcut buluşuya tarakılışıga asaslangan bolsa, Fransuzlardan içinden çıkan Jean-Jacques Rousseau degan kişi, yani Fransuzların en katı filosofi, Cumhuriyetçilik hakkında, yoki ma'rif hakkında, yoki iqtisod siyosat nazariyasi haqida
nurg'un asardan qoldirgan bir shaxs. Bu shaxslar umuman millatning falsafasi bilan millatningki ideologiyasini mustaqillikning yoki inqilobningki yadrosi qilish kerak deb qaragan, ham oxirida inqilob shu bo'yicha bo'lgan. Bu inqilob misol Fransiya inqilobi garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, ammo keyin dunyodagi eng dastlabki, eng cho'nqur bir jumuriyatning maydonga kelishiga sabab bo'lgan deb qaraymiz. Yana bir muhim bir misol bor bu yerda. Men sizlarga bir kitobni ko'rsatgim kelyotdi. Bu kitobning ismi Amerika inqilobi va Jon Luk degan kitob. Bu yaponcha. Amerika inqilobi deganimiz Amerika mustaqillik qurishga qaratilgan. Jon Luk deganimiz Angliyaning eng donliq faylasufı Jon Luk qaratilgan. Bu Amerikaning mustaqil bo'lishiga nurg'un faylasuflar ta'sir qilgan bo'lishi kerak, ammo shuning ichidagi eng chong faylasuf shubhisizki Jon Luk. Bu Jon Lukning falsafasi ichida biz o'rganmasak, ya'ni Uyg'ur milliy mustaqilchiligining aslidagi ma'nosida olib berish uchun biz Jon Lukning hech bo'lmaganda bir asarini voyaga yetkazib bücürgüçü o'qishimiz, o'rganishimiz, tadbiq qilishimiz kerak. Bu asarning ismi hukmdorlik haqida yoki hukmronlik haqidagi ikki maqola. Buni hamda bu ikki maqoladan tashkil topgan oldingi maqolasi shu odam ota havo andan tortib toki shu diniy ideologiya asosi qurgan davlatlarningki qanday bo'lganligi haqidagi bir xulosa. Ama ikinci kısmı bu kitabın asas kısmı. Yani Grajdallah hükümeti, yani Grajdallah'ın devletten kandak bulduğanlığı. En ahırda bir devletin ideologiyasının ki kandak kılıp payda bulup, kandak kılıp yukarı payda çıkıdığanlığı ve o devletin ki ideologiyası aciz bulganda yok malum qırğan vaxtımızda özününki kıymetini tapamagan vaxtda devletin parçalanğanlığı hakkındaki mühim bir eser. Buna vaxtımızda insan hakkındaki, devlet hakkındaki, millet hakkındaki en yeni tabir buna kalktığımızda Jon Luk'tan başlandı. Amerika, bizga ma'lum bo'lgandek, shu mustaqillik inqilobiga nayt zo'r kuch sarf qilgan, nayt cho'ng badal to'lagan davlat. Bular eng dastlabda 13 shtat ayrim mustaqil bo'lgan. Mustaqil bo'lgan vaqtda inglizlar, ya'ni Angliyadan ayrilib chiqqanlar bular. Ammo bu ham mustaqillik taqalagan vaqtda yani şu Angliya faylasuflari bu yerda asosiy ideologiya jihatdagi, falsafa jihatdagi yoki nazariya jihatdagi ramkani bular ta'minlagan. Buning asosiy kuchi inson yoki grajdan davlat yoki hukumat qurilishdan burun yoki qonun paydo bo'lishidan burun demakchi tug'ilgan vaqtidan insonda 3 xil huquq bo'ldi deydi. Birinchisi hayotlik huquqi deydi. Bu hukumat bilan munosabatsiz. Hukumat bergan narsa emas bu. Yani insanın hayatlık hukuku. İkincisi erkinlik hukuku deydi. Erkinlik. İnsan tuğulga vakitlam insan bilen birle payda bulduğun asıldılı babı olan narsa. Üçüncüsü hususi mülk hukuku deydi. Hususi mülk hem mukaddes deydi. Demek bu üç narsa bu Jon Luk'ninki hükümdarlık felsefesininki merkezi durdu. Bu şu üç narsa asası da eğer hükümet ya kanun yoki davlat grajdanninki kutgan yerdan chiqmagan ahvolasida bu grajdan yoki inson cho'qim davlatni yoki hukumatni og'dirib o'tishi kerak deydi Jon Luk shu kitobida. Ya'ni insonki aslida bir huquqning subjekt ekanligini, davlat bilan munosabatsiz ekanligini, hatto qonun bilan ham munosabatsiz ekanligini, cho'qim har qanday davlat, har qanday qonundan mutlaq bir xoli holda çoğum özününki erkinlikini, hukukunu, hususi menfaatini ve canını qo'g'dashninki en mühim ekanligini birinchi o'ringa qo'yib ta'kidlaydi. Va mushu asosda Angliya mustamlikchilarini Amerika tuprog'idan qo'g'lab chiqarib, eng dastlabki 13 shtatni mustaqil qilgan bo'ladi. Bu yerda biz bir konkret misol ko'rsatyapmiz. Demak, Amerikadek bir dunyodagi eng kuchli, ya'ni aqldorlar danışmanlar kurgan bir devletninki asaslık ideologiya ramkasida kurganlar faylasuflardir. Biz bunu ko'ryapmiz. İkinciden bunday bir misolni keltirish kerak. Germandan bir misol bersak, Germanning 21 asrdagi eng chong faylasufi Martin Heidegger.
Bu Martin Heidegger'ninki naiti muhim bir yeri var. O Hitler bilen yoki Natsistlar partisidan naiti qo'yiq munosabat bo'lgan va aniqroq aytgan vaqtda Natsistlar partisining a'zosi bo'lgan. Ya'ni bu Hitler Germaniyasiningki naiti qisqa muddat ichida bu kadar iqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan, ma'arif, madaniyat jihatdan mislsiz taraqqiy qilishi va Yevropaning xo'jasiga aylanishida birinchi omil Yevropaninki eng katta faylasuflar bo'lgan German faylasuflari. Ya'ni bu yerda biz deyotganimiz Martin Heidegger. Martin Heidegger shu vaqt so'zlagan leksiyalar deydi. Bu falsafa jazman millatning falsafasi bo'lishi kerak, davlatning falsafasi bo'lishi kerak. Ya'ni mushu hokimiyatning falsafasi bo'lishi kerak. Mushu zamonning falsafasi bo'lishi kerak deydi. Bu Hitlerning ideyasi bilan bu Martin Heideggerning ideyasi birlashib, nayt qisqa muddat ichida millionlab Germanlarning qo'llashiga erishib, oxirida bu Hitler Germaniyasi qo'shnilarga tajovuz qilib vayron bo'lgan. Ammo shunaq bir narsa deyish kerakki, Germanlarning qalbidagi bu faylasuflarning o'rni intayin yuqori. Bu Natsistlarga chetlab qilib nurg'unlar ishdan haydalgan yoki Amerika tarafidan yaklangan, cheklangan ishlar bor. Biroq falsafiy millat sifatidagi Germanlar o'zining millatining eng sarxillaridan bo'lgan mana shunday falsaflar. Ya'ni Martin Heideggerdek o'sha falsaflarni eli ham o'zininki beshi deb qaraydi. Yurugidagi eng cho'ng hurmat etilgan shaxs shubhisizki Martin Heidegger. Agar Martin Heidegger bo'lmagan bo'lsa, 21-asrdagi German falsafasi mümkün emas. Yani Germaniyaning falsafasi, Germaniya davlatchiligi mandachiligi vaqtda dal mana shu falsafa ustiga, ya'ni Martin Heideggerning ustiga qurilgan. Martin Heidegger oldingi asrdagi, ya'ni 20-asrdagi eng buyuk falsafa bo'lgan Friedrich Nietzsche. O'sha Nietzsche'ninki falsafa ideyasini nayt cho'nqur ugunib, naytga talab qilib eng oxirida o'sha Heideggerninki sistemasini o'tirib chiqargan. Bu yerda qo'shimcha bir izoh beray. Bu Heidegger degan bu faylasuf umrida 109 tom kitob yozgan odam. Bu odamning asarlari eli ham Germaniyada, dunyoda qattiq shuhratlik. Yaponiyada butun tomlari Yaponcha tarjima qilinib bo'lug'liq. Biz ham buni ujur-bujurgacha o'rganaylik. Bizning bu yerda Uyg'ur qata deydiganimiz bir millatning mustaqillik harakati jazman avval millatning falsafasi bilan, millatning ideologiya ramkasi bilan birlashish kerak. Agar bunday bo'lmagan vaqtda, ya'ni millatningki haqiqiy ma'nodagi ruhi bilan, yurak bilan birlashmagan vaqtda, u millatningki mustaqilligi haqiqiy ma'noda o'zining ma'nosini topolmaydi, baraniga yetolmaydi degan xulosani chiqarish mumkin. Rahmat. Xo'sh. Ko'p rahmat doktor. Hamda yuqorida so'zlab o'tgan siz tilga olgan mush faylasuflarning so'zlarining hammasi balkim siz cho'qim bilasiz. Ya'ni islom o'ttirg'i qo'ygan shu davlatchilik ideyasi, islomning o'ttirg'i qo'ygan bilan o'pmoshi xuddi ularni o'ylab qolmadir, xuddi shu bizning dinimizdan alqa shu yerdan ko'chirib elib olgandaklamchi alqa. Aynen o'ttirib qo'ygan butun siz tilga olib o'tgan moddalarning hammasi dinimiz o'ttirib qo'ygan mesela insonning mesela yashash huquqi olsun, mayli erkinlik huquqi, bularning hammasi dinning asosiy prinsiplaridan deb tilga ilinib kelindi. Ama dinimiz yaxshi tushunmaydiganlar xuddi bu qimmat qarashlarning hammasi bizning dinimizda yo'q, g'arbdan kelgandeklar tuyg'u berib qolmaslik uchun buni bitirib o'tdim. Endi doktor Mushadi yuqorida kirishdimi dedim endi bu hareketimiz yani şu mustaqillik hareketimizning ichidagi ichki tashqi nurg'un krizislarimiz mavjud hamda bor yashayapmiz. Buni ilmiy tahlil qilishninki sizcha eng unumli usuli nima? Nayt savol. Men bu savolni anglab ustozimiz Abduqodir Jaloliddinninki Eliq kitobininki muqaddimasidagi bunu so'zi esimga keldi. Jahondagi millatlarning hammasida krizis bo'ladi. Ammo bizning krizisimiz, yoki Uyg'urning krizisining alohidligi krizis biti qilaverishidir deydi. Xo'sh. Nima uchun?
ustozimiz Abduqodir Jaloliddin 12 yil vaqt sarf qilib Aflatonning G'oyibiy Duvvat degan asrini tarjima qilgan yo'q. Ammo Uyg'urlar bu 12 yillik emgakning ma'nosini tek tushunmadik. Ya'ni kirzis avval millatning ruhidik kirzis. Ma'riflik kirzis. Milliy kimligini yoki o'zligini topolmaslik kirzisi. Bu bizning qo'ydigan diagnozimiz. Ammo men azda o'tgan Germanning eng danglik filosofi Martin Heideggerning shu kirzis haqidagi bir so'zi bor. Germanlarninki bu vaqtdagi xulosasi yoki Heideggerning xulosasi eng og'ir krizisning nima ekanligini bilmaslikdan iborat deydi. Ya'ni millatning ma'rif saviyasi tuvan bo'lsa, nimaning haqiqiy ma'noda krizis ekanligini, nimaning haqiqiy ma'noda krizis emasligini uqmaydigan gapda. Bu yerdagi masala osh nonning masalasi emas. Millatning mavjudlik masalasi. Har birimizningki hayot mamotlik masalasi. Kelgusi avlodlarimizningki davomli mavjud bo'lib taraqqi qilish qilmaslik masalasidan iborat. Shu ma'noda vaqtimizda biz avval krizis ma'nosini, haqiqiy ma'nosini tushunish uchun avval muchqaroq aytgan vaqtimizda Grek ma'nosidagi yoki biz g'arb ma'nosidagi haqiqiy ma'nodagi insonning ma'rifi, haqiqiy ma'nosidagi grajanlik ma'rifi, haqiqiy ma'nodagi davlatchilik ma'rifini cho'qim har bir Uyg'ur qabul qilish kerak. Xo'sh. Buni qabul qilmay turib, bizning harakatimiz harakatga o'xshamaydi. Mustaqillik harakatimizningki ba'zi ishlari ancha qo'llashmayotganligi rost. Men bu harakatning ishidagi odam. Ba'zi harakatlarimizningki ahvollari meni umidsizlantirdi. Ba'zilari nihoyat katta. Buni demsagim bo'ladi. Ammo shunday ishimiz kerakki, bizning harakatimizningki unchalik normal, yaxshi ma'noga tarafdor bor deyish to'g'ri kelsa, dal mana shu krizisning haqiqiy ma'nosini tushungidek bizdagi cho'nqur sifat sapaning g'arbchi ma'nodagi insonlik, g'arbchi ma'nodagi grajanlik ma'rifi, g'arbchi ma'nodagi davlatchilik ma'rifining bizda qat'iy bo'lmaganligidan kelib chiqqan deb qarash kerak. Chunki biz Ipak yo'lidan 500 yildan buyon nisibimizni ololmadik. Xo'sh. Ya'ni Ipak yo'li 500 yil burun xaroblashdi. Ya'ni yangi dengiz yo'li ichilgandan keyingi 500 yil Uyg'urning xaroblashgan 500 yil deyish mumkin. Biz umuman Grekcha ma'rifdan ayrilib qoldik. Bizning keyingi 500 yillik tariximiz umuman nihoyat qabohatlik, ma'rifsizlik tarixi. Ma'rifsiz tarixi. Shunga 500 yildan burungi German bilan 500 yildan burungi Uyg'urni solishtirsak, balkim cho'ng farq yo'q. Ammo keyingi 300 yil, balkim 200 yildan keyingi taraqqiyot Yevropa bilan biz o'tirimizdagi farqni bak zo'raytirdi. Bizning 18-asrdagi buyuklarimizning kitobini qarasak, bu kitoblar ayni vaqtdagi Uyg'urninki qanchalik ig'ir kunda yashaganligini, mayli iqtisodiy turmushi bo'lsin, mayli ma'rifi bo'lsin, mayli ijtimoiy tuzilmasi bo'lsin, urf odati bo'lsin, qanchalik ig'ir kunda ekanligini bizga ko'rsatib beryapti. Zalilining she'rlari qarayli. Yirik Qitining she'rlari qarayli. O'xshashlar uningdan keyingi nurg'unlagan bizningki shoirimiz bor, Gumnam degandek, Navbati degandek. Bularning she'rini qarasak, intayin ig'ir krizis chiqib turdi. Intayin ig'ir ma'nodagi fojia chiqib turdi. Bu ichinish qichida bo'lanmay bizning shoirlarimiz nurg'unlagan g'azallarni yozgan. Bu g'azallar siyosiy populistik maqol shaklida emas, balki she'rlarni ifodalanganlik uchun xalq naqshlariga va yoki bir qismlari muqam tekstlarga aylana olgan. Bizningki muqam tekstlarimiz bizning ichki tashqi jihatdagi krizislarimizningki muqam shaklida ifodalash bo'lishi mumkin. Chunki bizning muqamlarimiz bizning ichki va tashqi krizislarimizni nihoyat cho'nqur ma'noda ifodalab beradigan bir san'at shaklidagi, ya'ni muqam shaklidagi falsafadan iborat. Chunki uni ichki muqam Uyg'urning muqamlashgan falsafasi deb aytish mumkin. Biz Uyg'ur uni ichki muqamlaridan
bizningki davlatlik millat ekanligimizni, bizning shohona bir millat ekanligimizni, bizning shohlarimizning bo'lganligini, malikalarımızdan bo'lganligimizni o muqamlardan ko'ryapmiz qana. Xo'sh. Muqam oddiy ma'nodagi muqam emas. U davlatdir. Muqam oddiy ma'nodagi u naqsh emas. Muqam bizning ichki va tashqi krizislarimizningki tarixiy bayonidir. Biz nurg'un narsalarni muqam shaklda ya she'r shaklda yozdik. Ammo Yevropaliklar maqola qilib yozdi. Maqola qilib yozdi. Bizning asrimizda nayt kuchlik azap, nayt kuchlik kriz yanı bor. Ammo bu krizisni biz she'r shaklda, muqam shaklda yozgan bilan ilmiy bir akademik shaklda o'tirib qo'yganmidik. Va bu shaklda o'tirib qo'yib millatning ma'rif shaklda, davlatning ma'rif shaklda, ya'ni millatningki yani programmasiga, davlatchilik programmasiga mas eparammidik. Shuningdek kelib chiqqan fojia milliy ongning yo'qolishi, milliy davlatimizning yo'qolishi, milliy xosligimizning ojizlashishi. Oxirat hisobda mustamlikchilik holida qulluq o'ringa tushishdan iborat. Shu ma'noda qarag'imizda biz ichki va tashqi krizisimizni hal qilish uchun avval har bir Uyg'urni ana shundoq g'arbningki mana shu yo'nalishdagi ma'rif bilan tarbiyalash nihoyatda muhim. Men bu yerda yuqorqi bir qancha faylosufningki asrini o'qishga chaqirishdan xulosalayman. Bu yerda bunda bir maqola bor. U maqola qismi John Stuart Mill'ninki, yani Londonlik adam bu, 18. asrning faylasufi. Bu adamninki erkinlik haqida degan bir asri bor. Undan boshqa parlamentlik davlat tuzumi degan kitobi bor. Undan boshqa ayollar ozodligi, shu qatorlamda oliy maktab ma'rifi degan kitobi bor. Ya'ni haqiqiy ma'nodagi millatning ma'rifi, Angliya ma'rifi qanday bo'lishi kerak? Agar undaq bo'lmagan vaqtda Angliya qaysi kunga qoladi? Buni yozgan. O'xshashlar abi men degan John Locke'ninki ma'rif haqida talqin degan bir buyuk bir asari bor. Ya'ni pedagogik sohasidagi, davlatchilik ma'rif haqidagi buyuk bir asar. Bu asar ham Ingliz, Irlandiya, Shotlandiya ma'rifining qanday bo'lishi kerakligiga haqida bir asar. Ya'ni hozirgi mesela Tokyo Üniversitesi'da yoki Harvard Üniversitesi'da yoki London Üniversitesi'da bu asarlarni Yevropaliklar ders o'tayotdi. Doktorlarga va aspirantlarga ders o'tayotdi. Ammo biz Uyg'urlar bu g'arbning bu sarxillarining ma'rif haqli asarni asla ko'rmaylik. Bu ma'rifni inkor qilish. Ma'rifni inkor qilish deganlik ma'nosi insonlikni inkor qilish deganlik. Hayvoniylikqa yo'l qo'yish deganlik. Buni Alixon To'ri o'zining nutqida deydi. Alixon To'rining ishlab biladigan ilk nutqida birinchi muqaddimada agar bu insonda bu ma'rif narsaga bo'lmagan bo'lsa, bu hayvoniylik yo'l qo'ygan bo'ldi. Hayvoniylikdan farqi yo'q deydi Alixon To'ri. Sharqiy Turkiya Britaniya Zongtong prezidenti deydi Alixon To'ri. Bu demakchi biz bir İngiliz faylasuflarninki qarshi bilan, bir Grek faylasufning qarshi bilan Alixon To'rining ko'z qarashi bu yerda o'xshash chiqadi. Bu albatta o'sha bo'lish kerak. O'xshashlar Germanninki danglik faylasuflarda bo'lgan Hegel bo'lsin yoki Martin Heidegger bo'lsin, aniq aytaman, Friedrich Nietzsche bo'lsin, zali German ma'rifining qanday bo'lishi kerakligi haqida, German ma'rifi German millatchiligi ustiga qurilishining zarurligi va bunda bo'lmagan vaqtda Germanning qaysi kunga qoldiganligi haqidagi maqolalari nayt mashhur. Shuning bilan Nietzsche, Friedrich Nietzsche German felsefesining eng oxirgi xotimasi deyiladi. Ya'ni German felsefasi Nietzsche'da tugaydi. Nietzsche'dan keyingi German felsefasi umuman oldingi 100 yillik yoki 200 yillik German felsefasini qaytadan talqin qilish, tadqiq qilish bilan davom etgan deyish mumkin. Ya'ni Martin Heideggerning asarlari umuman büyük German şairi Herder'ning she'rlari bilan bu Navoiyga o'xshagan odam. Germanning danglik shoiri Herder degani, bizning Navoiyga o'xshagan odamda ajoyib kuchli millatchi.
til, yani felsefe kılgan til, cezmen German til boş deydi. Felsefi bir til deydi German tilini. Alisher Navoiy degan go. Arab tili hasalist. Paris tili shakarist. Türkiy goy hünerist deydi. Hüner tili, pen teknik tili, ilim pen tili. Ben deymen felsefi bir til. Bir yere abi özür digen bu İslamiyet alimlerinki göz karşı bilen bu garip felsefe oturusda bu kadar zor okşaşkın görevatımız. Nim için ula ilgir ketti? Limaza taakhartal muslimin limaza taqaddama gayruhum. Bir kitapning ismini olsangiz hozir. Musulmonlar nima uchun keyinda qoldi? Aql qoldi. Nima uchun g'arbliklar g'ayri taraqqi ketdi? Ya'ni bizning haqiqiy tutadigan yerimiz har qachon har qanday o'rinda jazman bir narsa bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu biz qildigan programmalashgan Uyg'ur davlatining qurish markazi qilinadigan davlatchilik ma'rif bo'lishi kerak. Bizning ajallik muhim yerimiz bu. Eng muhim yerimiz bu. Xitoy buni yaxshi biladi. Shunga bizlarni vatanni qo'llab chiqardi. Uyg'ur tili ma'rifi o'ldi vatan ichida. Vatan sirtidagi Uyg'ur ma'rifining ahvolini deyishning zaruriyati yo'q. Bu halda biz bundaq bir cho'ng tema haqida bir akademik bir mulohaza qila olyapmiz. Doktor hamda til bilan ta'sirlanmaydi. Xo'sh, davom qilaman, savol so'rayman. Demek ki biz cazmen özümüzdeki kürzüslerimizni G'arbninki ma'rifi bilan, yani G'arb ma'rifi bilan İslam, Uyg'ur klassik felsefesi qatorliq nurg'un bizninki xosliklarimizni mujassamlagan o'zimizga xos bo'lgan bir ideologiya asosida hal qilishimiz kerak. Bu klassik eserimizin bo'lgan Yusuf Qasajevning kitobida buning elementlari bor. Alisher Navoiyning asarlarida bor. Ha bir kısımları Abdülkadir Dambalan'ın eserlerinde hem bak. Gap bunu devletçilik felsefesi noktasından düşünüş, düşündürüş, tefsir kılıştan ibaret. Eğer bunu biz doğru manada devletçilik manasida, müstakillik manasida düşündüremesek, asli manasını tapamaydı. Hoş. Abdülkadir Dambalan'ın kitabı yetişki maksudi adetlik Uygur'un terbiyeleşi emez. Devlet kurduğun Uygur'un terbiyeleştirir. Qutlug' Shawqiyning chiqargan gazetlarining maqsadi davlat qurgan Uyg'urni tarbiyalash. Bizning ziyolilarimiz burunqilar hammamiz qildigan ishni voyaga yetkazib qilgan. Jinni do'g'i ilib, jinni alqonga ilib qilgan. Ammo biz titrayapmiz hozir. Nimaga titraymiz? Ko'ltikin menga deshidan bilib qilgan menga deshigan bir qaraydi qarindoshlar. Biz devlet kurumuz demedik. Kimga qara devlet kurup berimiz? Biz hazır qaysi alda? Bizning şahlarımız bor, şahlarımız qani? Bizning ulug'larimiz bor, ulug'larimiz qani? Biz hazır qaysi kunda deb. Bu so'zni o'xshashli ko'ltikimmi? Bilib qilgan bosh ishlatgan so'z. Shu qadar ichish. Yani 1300 yıl burunki Mangu Taşlar'daki faciası bilen 1300 yıl keyinki bugünkü bizim faciayımız qanchalik ortak, qanchalik o'xshash. Xitoylar bizga intayin ustalik bilan yaqinlashgan tarixda. Ularning so'zlari cho'chuk, sovg'alari esil. Şunun için sizler aldandыңlar deydi. Sizler yaqinroq kelsanglar, soğuğunun no'chisini berdi sizlarga deydi. Yiroq tursanlar, soğuğunun alamaysiz deydi. Şunun bilan nurg'un anqov turklar yoki Uyg'urlar poytaxtni Xitoyga yaqinroq yaqildinglar yoki o'tgandan chiqib ketinglar deydi. Qachonki sizlar o'tgandan chiqib ketgan vaqtinglarda o'ldinglar deydi. Ben bir yer demekçi bizning aslida turadigan mavqeyimiz bor.
meydanımız var. Bizden tügünümüz var. Turuşqa tegishlik bizningki o'rnimiz var. Biz bu o'rni topolmadik. Buni qilolmadik. Buni qilolmagandan keyin keladigan natija nima? Yana deyman, bugungi ig'ir gap qulluq. Biz hozir tasvirliksiz bir qulluqda. Vatandagi ota-onalarimizdan qadaq o'qimaymiz, o'ldirildi. Xo'sh. Biz tug'ilgan ashu diyorlar nima kunlarni ko'ryapti, buni bilyapmiz. Bizga ma'lum ma'ni qarab vaqtimiz ig'roq etib vaqt yashash harom degandeklar. Demek shunday bir şekilde yaşagandan ko'ra o'zimizni yana bir qitim ruhiy sanasga opirishimiz, to'g'rilishimiz kerak. Ya'ni g'arbchi ma'nodagi haqiqiy davlat quradigan, ya'ni Uyg'urninki Cumhuriyetini yana bir qitim quradigan bu sifatlik bir inson tarbiyalashimiz kerak. Ya Jean-Jacques Rousseau'ninki siyosiy iqtisod nazariyasi degan kitobida bunday bir stati bor. Biz evvel çoğun adam yani çoğun grajdalan terbiyesimiz gerek dedim. Ama bir geceden o çoğun adamdan terbiyeli olmaydı. Şunun için yesizden başlayıp, küçük vasıdan başlayıp, aç küçük ballarımızga grajdalık marifeti, aç yesizden başlayıp, başlangıçtan başlayıp, kan kenara sığdırışımız gerek dedi. Jean-Jacques Rousseau. Hazır karsak Fransızların, Germanların, İngilizlerin bu cihet yine nihayet yukarı ve çoğunkur. Bizga muallim bular. Xo'sh. Men chet eldagi barliq Uyg'ur ziyolilar bir gapni qilmoqchi. Biz katta asar yozishimiz mumkin, lekin Yevropaning sarxillari ajoyib katta asar yozgan. Biz yani 50 yil tirishsakmi, balkim bu qadar katta asar yozolmaydiganligimiz pek aniq. Bu bizim Uyg'urning iqtidorini kamsitganlik emas. Balki Yevropaning klassik asrininki Uyg'ur uchun qanchalik muhimligini sizlarga yana bir qitim jakalamoqchi. Dunyo hozir g'arbchi qimmatga qarash ketib bordi. Xitoyga qarab mang'ini yo'q. Bugun Saudiya Arabistonga Amerika prezidentining berishi, undan keyin kelishimlar bizga bir narsani his qildiryapti. Kelgusidagi islom naydi tez suratda g'arblik qarab denish mumkin. Turmush shakl jihatda balkim hozir Saudiya Arabistonlar balkim naydi tez suratda kunlik turmushi g'arbcha bo'lishi mumkin. Naydi yuqori sifatli g'arbcha turmushda. Demek oğlum biz haqiqiy ma'nodagi insonlik ma'rifini, haqiqiy ma'nodagi g'arbcha ma'rifni qabul qilmay turib, bizning davlatimizni qurishimiz natayin. Bu ma'noda cho'nqur bo'lgan Uyg'urlarning klassik davlatchilik ma'rifini o'rganishimiz, buni ko'p qismli program shaklda xalqimizga taqitishimiz, buni deb qo'ydigan gap emas, qon qonimizga singdirib ijro qilishimiz kerak. Bilmek deganning ma'nosi qilmoq demeklik. U qilmasa u bilmek degan bo'lmaydi u. Yani qilmagan narsani u bilmay, u harakatiga kirmagan narsa u bilish bo'lmaydi u. Xo'sh. Shu ma'noda qarayapmiz biz savolning asli qadalib biz ruhiy jihatdan bo'lsin, ichki jihatdan bo'lsin, tashqi jihatdan bo'lsin, mayli qanday jihatdan bo'lsin, siyosiy, iqtisod, madaniyat hamma jihatda til krizisi, hamma jihatda krizis ichida. Bizning krizis degan so'zning ma'nosini ko'p hal qilib ketdi. Sözüm tamam. Doktor hamda hem yuqoridagi so'zlaringizdan hamda yo'lga chiqsak, hamda bu vatanni olsak, hamda bu ma'rif deganda hamda bir orqamizda bir davlatning kuchi bo'lmasa, siz degandek masalan bu yuqorida so'zlangan misollarning hammasi u jamiyatda umumyuzlik yurgizilgan masalalardir. Biz hamda bugun hozir realligimiz qarasak, ishg'oliyatdagi va hozir odatdagi boshlang'ich maktabda biz o'z vaqtida o'qiy olgan tilimizdan tortib mahrum qilingan bir millatniki. Yuqorida so'zlangan bu narsalarni tatbiqlash, uni bir ijro qilish masalasi vatanda mumkin emas. Muhojiratdagi hayotdagi ahvolimiz bu. Yani bu sizce mesela qanday mumkin bo'lsin yani? Uning kendi sirtkilarning hammasi yuqori degandek ashu g'arbninki ma'rifida tarbiyalanyapti, mayli nada yashagan bo'lsa, Turkiyadan tortib Yevropadagi hammasi.
G'arbning ma'rifida tarbiyalanyapti. Shu yerda yetishgan bolalar va cho'nglar va cho'nglarni hisob qilmasakmi yoshlar masalan. Sizcha u ta'sirga uchrab o'zining millati uchun bir ish qildigan, o'ylandigan insonlarimiz, yoshlarimiz qanchalik nisbatda yani. Bu so'zlab qo'yganlar masalan buni ijro qilish maydoni qanchalik bizda masalan. Bu savol hakikaten bizdeki meselemizden qanchalik ig'irligini tushuntirib berdi. Mesela mening hozir 3 farzandim bor. Ular yapon tug'ildi. Xo'sh. Yaponcha so'zlaydi, Uyg'urcha ham so'zlaydi. Uyg'urcha so'zlashi Yaponcha qaragan vaqt nisbiy ojiz. Ammo milliy kuchlik. Milliy kuchlik. Xo'sh. Üçlüsü Uyghur için kelgisi bir iş qilgim bor. Dada sen qilayotgan ishni men davom ettirgim bor. Deb uch yil vaqtimizda mening farzandlarim, mening varisim sifatida o'sha falsafa yoki adabiyotga kiryapti universitetda. Men ularga bu sohaga hargiz kirib sanmanglar, kirsanglar menga o'xshash dard bo'lib tugishib ketishlar deyman. Ama bu balla bu bir yaşayan bo'lgan ekan, buning ma'nosini tushundigan va shu yo'lga qarab mangdigan. Endi savolning asliga qaytsak, bizningki diasporadagi nüfusimizning soni mayli qanchalik jiq bo'lsin, oz bo'lsin, bu muhim emas. Eng muhimi her bir oilada kelgusidagi Uyg'ur davlatini quradigan yani farzand tarbiyaladigan bir sifatlik bir aile muhiti, yani aile ma'rifi. Bunu çokum her birimiz yapışımız gerek. Bu başkalarının işi emas, bu özümüzün işi. Eğer her bir ailedeki Uygur bu işe hakiki manada astoydil muomala qilsa, davlatni qurish unda asan mümkün bo'lgan ish emas. Ustazımız degandek en çoğun iş, yani insan oğlu kıladigan en çoğun iş devlet kuruş. Ama bu devlet kuruş şu milletninki hakiki manadagi ziyolileri, sarxilleri, kahramonları bu hakiki manada birleşip tashkillik holda uzoq mezgil davomlashganda andin bo'lgan ish. Bu hargizmi qisqa mezgillik ish emas. Shunga biz ailedeki ma'rifni, yani aile ma'rifini chet eldeki Uyg'urlar bo'lma cho'ng tutishimiz gerek. Yani aile ma'rifimiz jazman Uyg'ur bizlik ma'rifi, davlat qurish ma'rifi qarab yuzlanish kerak. Her bir davlatda cho'qim buni qilishga imkon bor menimcha. Biz cho'qim bu imkonni paylaşmamız gerek. O'zimizning tariximizni, o'zimizningki adabiyotimizni, o'zimizning madaniyatimizni, özümüzün milletimizin felsefesini bu ballarımızı ügütüp ve bu Uygur'unki kelgüsünde cazmen devlet kurduğanlığını ve kuruşması bulmayacağını bu vazifenin atanlar bilen bille ballarının mı hem nevrlerinin mi hem bir vazifesi keldiğini çokum bunu his kıldırış, bunu hakikaten icra kılış gerek. Hoş. Bu her birimizin nurgun bakış çıkarışını bedel de özdilap koydu. Nurgun bakış çıkarış gerek. Biz Yaponya'daki Uygurlar menimcha bu jihatda yaxshi ishlar qilyapti deb o'ylayman. Mening atrofimdagi Uygurlar umuman farzandlarini Uyg'ur tili maktabidaymiz. Bak mukammal maktab bo'lmasimi? Bizning Uyg'ur ana til o'rgatadigan sistemimiz bor. Bu yerda biz bolalarimizga Uyg'ur tilini o'rgatyapmiz. Men o'rgatmayman, shu o'qituvchi o'rgatyapti. Bular nihayet roman Uyg'ur so'zlaydigan bo'ldi. Nihayet yaxshi Uyg'urcha yozadigan bo'ldi. Bu yapon tug'ilgan bolalarmi Uyg'urcha nihayet roman so'zlaydigan odat kelyapti. Bu Yaponya'daki Uyg'urlarninki bu aile ma'rifiga nihayet cho'ng kuchlilik natijasi. Men nurg'un do'stlarimning uyiga borsam, ularning Uyg'urcha so'zlaganligidan ko'rdim va faxrlandim. Biz mana bir reallikni ko'rdik. Namoyishga chiqmagan Uyg'urlarmi? Uyg'urcha tarbiyaladi bolalarni. Shunga biz atrofimizga unda qismay
sen namoyishga chiqmabsan, chiqibsan degandan-ku haqini tatılmay. Balalarni Uyg'urcha tarbiyalashga kuchgan bo'lsa, bir natija. Bir natija. Biz bundan keyin cho'qim qiladigan ishimizni, ya'ni oila ma'rif shaklda, jamiyat ma'rif shaklda cho'qim Uyg'urning grajanlik ma'rifini, davlat quradigan, bir qahramon yetishtiradigan, bir ziyoli yetishtiradigan bir ma'rifini oila ma'rif shaklda olib berishimiz kerak. Bu ma'rifni Yahudilar qiladi. 3000 yıl sersan yürüp en ahırda Yahudiler İsrailiyani kuraladı. Burun ben bir yer deganligim esimde bu Pascal'nınki Pansı degan bir kitabı var. Pascal'ni siz bilirsiniz. Bu fizikinin bir adam fizik alimi Pascal. Bunun Pansı degan kitabda bir söz var. Yahudiler Xudo'ni tashlab etgan. Şuna Xudo'mi Yahudidan tashlab etgan dedi. Uyg'urlar cho'qim tashlamaslik kerak. Ya'ni o'zining e'tiqodini, o'zining eng yuksak qimmatlarini tashlamaslik kerak. Agar bizning eng yuksak qimmatlarimizni tashlab etsak, u chaqda o qimmatlarni bizni tashlab etadi. Xo'sh. U chaqda bizning haqda nima farqimiz? Bu intan ig'ir masala. Asas bizden buluş gerek demek yani. Her işin asası özümüzün kıymet karşı dinimiz buluş gerek. Onun üstüne başkalardan faydalandığı yerden faydalanışımız gerek demekçisiz yani. Doğru. Doğru. Çünkü o asas bizim özümüzdeki milli kimlikimiz, özlükimiz, devletçilik iğimiz, millet karışımız, milli iğimiz bu merkez buluş gerek. Başka kıymetler muşuni orbit kılıp ayrılış gerek. Bu bizning hayot mumatlik qizil siziqimiz. Agar bunun asadil muomala qilmasak, bizningki davrimiz samanqo'lliq o'simlikka o'xshash bir davrdan keyin tugaymiz. Xo'sh. Biz aqli yo'qdik. Yo'qaymiz. Ammo bolalarimizni o'rgatsak, bolalarga o'rgatsa, bu yo'qmaydi. Men bilan davrdash keldigan mushu bolalarimiz hozir 50 yoshga kirib qoldik. Hayotimiz bo'yicha bir ishg'olda turishib keldik. Ammo cho'ng ish qilolmadik. Azobimiz cho'nqur. Kriz tuyg'ularimiz cho'nqur. Ammo shuni deyaymizki, buni cho'qim bolalarimiz davomli surish kerak. Butun Uyg'urlar jamoat shaklida timi cho'ng siyosiy kuch shaklida yoki biz ma'rif kuch shaklida uyushish kerak, taraqqiy qilish kerak. Biz yakka Uyg'ur tugab ketamiz. Ammo birlashsak, ya'ni Yaponiyalik Uyg'urlar har qaysi rayonlarda birlashish kerak. Ana til maktablari bor. Bular bolalarga Uyg'ur tarixini o'rgatadi. Uyg'ur tilini o'rgatadi. Uyg'ur ma'rif bo'yicha tarbiyalayotadi. Mayli uning unimining qanchalik yuqori to'g'ri bo'lsa qat'iy nazar, Yaponiyalik Uyg'urlar bu jihatda bir Sharq Osiyo bu. Chiroyi a'lo o'qishib qoladi. Biz bu yerdimi assimilyatsiya bo'lib kelsak bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Shuning uchun biz qattiq turishimiz kerak. Buning uchun yaxshi imkoniyat Turkiyada cho'qim bor. O'xshashlar Yevropa va Amerikadan bo'lishi kerak. Biz yo'qni sabab qilmay, borni sabab qilaylik. Ya'ni bor imkoniyatlarimizdan foydalanib, cho'qim maqsadimizni, eng yuksak qimmatlarimizni ishga oshirishimiz kerak. Bu haqda Nietzsche'ning bir so'zi bor. Eng yuksak qimmatlarning ulushi deydi. Ya'ni 1900-yillarda biz kapirga chiqirdigan, dahriga chiqirdigan bu Nietzsche bizningki munosabatimizda yaratquchini o'ldi degan bir gapni ishlatgan bu odamchu. Amaliyotda u gap Uyg'urlarga to'g'ri kirmagan. Ya'ni Nietzsche'ninki kitobi Uyg'urga to'g'ri kirmaganda, bu demakchi bo'g'ini aslida millatning eng yuksak qimmati, Yevropaning eng markaziy qimmatlari allaqachon tugashdi. Biz cho'qim yangi bir qimmat o'lchami topmasak bo'lmadi deganni ashtaga ifodalaganda, buni hamda bu din ma'nosi, ateist ma'nosi tushuntirgan bir qism odamlar amaliyotda bu Nietzsche'ninki demakchi bo'lgan hargiz ateist ma'nosi, xudosizlik ma'nosida gap emas. Men bu yerda bir narsa demakchi, g'arb falsafasi Uyg'urlarga
to'g'ri kirmagan. Bizning Uyg'urcha tushuntirilgan eliq maqolalarningki nurg'unlarning mazmunlari o'chqib vaqti xato. Asli o'qisak germanchasi undaq emas ekan. Grekchasini o'qisak undaq emas ekan. Bizning Uyg'urcha qilingan falsafa asarlar tarjimalar butunlay Xitoychadan qilingan tarjima bo'lib, shu Xitoylarning tarjimasini tarjima qilib, buning ma'nosi o'zgarib g'alatilan bir nusxasi Uyg'ur tilida zohir bo'ldi degan ma'no chiqdi. Shunga bizning odamlarimiz g'arb ma'rifi, ya'ni masalan bu Yapon ma'rifi, g'arb ma'rifi Tokyo Universitetiga kirsangiz yoki Harvard Universitetiga kirsangiz yoki mesela Yaponning Kyushu Universitetiga kirsangiz, bular shu universitetdan magistr doktorlarga grek tili o'tadi, grek tili. Platon, Aristotelni grekcha o'qiy olishing shart. German faylasuflari germancha o'qiy olishing shart. Fransuz faylasuflaridan fransuzcha o'qiy olishing shart. Bu bir qancha tilni bilishing bu bir to'liq normal bir ish edi shu. Şun bu Yapon tercüme eserden göre asli eser okuyanlardan sani böyle ziyanlarısı pek cıp bu Yaponlar. Yani Japonya dünya boyunca menimce felsefeler en çok yani devlet yani felsefe cihette daha çok devlet. San cihetten mi köp, süper cihetten mi daha yukarı. Bu yani şunu iş gerek ki Japonlar en çok menbaası de 100 yıldan artık belki 150 yıl vakit sarf kılıp Germaniya'dan kattık öğrengen. Yani hazırki Tokyo Üniversitesi'nin ya Kyoto Üniversitesi'ndeki okutuvchilar umumen nerede okuganlar deyseniz German'da okuganlar. 99% German'ın okuvchilar bular. Şuna German felsefesininki Yapon felsefesiga, German davlatchiligining Yapon davlatchiligiga, German'daki millatchilik felsefalarininki Yapon millatchilik felsefe, yani Nishida Kitaro deymiz, Mikki deymiz, Vatsuji Tetsuo deymiz. Bu felsefeler ko'rsatgan ta'siri mislsiz cho'ng. Yani Yaponiya bilan Germaniya felsefe jihatdan naydi cho'ng yani bir xo'sh. sistem jihatdan vaqtimizda ta'sir munosabatiga ega. Bularning munosabati hali ham bek qo'yuq. Bek qo'yuq. Yani bular Germanning har bir narsasini shu qadar voyaga yetkazib ügüdügülük tadbiqlaqliq. Şuna hazır bizde ensirash bak Xitoy tajovuz qilib qolamo deb. Ensiraymiz-yu, ensirmaymiz. Ensiraymiz deganimizda urushib qolsa albatta o'lish bo'lib turadi. Ammo bu urush cho'qim Xitoyni talturks vayron qiladi. Yaponga chaqchaq qilgan Xitoy naytiz vayron bo'ladi. Chunki bularningki insoniy sifat jihatdagi cho'nqurliqlari biz Uyg'urlar o'ylaydigan cho'nqurliqlarga vaqtda ko'p cho'nqur deb bilaman. Bularning ommaviy ma'rifati kuchlik, oilaviy ma'rif kuchlik, universitet ma'rifati kuchlik. Bular vayron bo'lgan davlatini 10 yil ichida qayta qura olganlar bular. Yani atom bombasi bilan vayron qilib o'tilgan bir davlat bu. Ammo 10 yil ichida, 15 yil ichida qayta qurib olimpik o'tkazib o'tdi. Bu nima tushuntirib degan vaqtda bizning kuchimizning eng asosiy markaziy ma'rif kuchi bo'lishi kerak. Yandaymiz bizning bugungi temamizning markaziy ma'rif. Her birimiz o'zimizni yuksak ma'rif bilan qurollantirishimiz kerak. Bu nazariyatik ma'nosi emas. Haqiqiy ma'noda atlam indam bo'lganda o'rganishimiz kelgusidagi davlatimizningki muhim xizmatini o'rganadigan bu sifat tarbiyada chiqishimiz kerak. Ve tarbiyalashimiz kerak bolalarimizni. Buning uchun bedel to'lashimiz kerak. Buni qilmasak bizning qimmatimiz balkim gumonliq. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hamda doktor hamda bu yuqorida so'zlab o'tgan masalan bu hamma yerda musulmon bir jamiyat, albatta siz yuqorida dedingiz bizim o'zimizning qimmat qarashi dinimiz bu asos bo'lishi kerak deb. Yani şundaqdimi so'zlab o'tilgan yuqoridagi g'arb felsefasi bilan buningdan foydalanish bilan milliy o'zimizniki shu mustaqillik harakatlarimizda ham milliy qimmat qarashlarimiz o'rtasidagi ziddiyatni qanday hal qilamiz sizcha? Çünkü zid keldigan yerlarim borda. To'g'ri, ha. Biz uch qirq aytgan vaqtda
yakınki 100 yıldan bu yan Uygurlar felsefeni mutlak hata tushundik. Bunun birinchi tabiri bundoq. Felsefe degan so'zni Uygurlar ism deydi. Uygurlar ism, felsefe ism emas, fiildir. Bunun ma'nosi ham Uyg'ur xato kirgan. Bu birinchi ma'nosi. Ya'ni Uyg'urlar felsefeni ashundoq bir narsa haqida gap sotadigan fan deb qaraydi. Bu gap sotadigan fan emas bu. Xo'sh. Barliq fanlarning onasi yoki dadasi yoki munbat tupuruqi deydi Descartes. Bütün fanlar bu yerdan boshlandi. Barliq fanlar felsefega mansub. Felsefenin baldırı bular. Bunu ilgili fizik, kimya, matematika, biyologiyaga o'xshatib tizib qo'ysangiz bo'ladigan narsa emas bu. Xo'sh. Bu munbat tuproq yoki bo'lmasa cheksiz katbushliq olam bo'lishi. Ashundoq bir zo'r bir narsa bu. Shunga biz bu falsafaninki asli ma'nosi jihatdagi Uyg'urlarninki qabul qilinmay qolganligi buni tushunishlik kerak. Hamda buni g'arblar tushungan bu desanglar buni Latinlar yoki Germanlar yoki mesela Fransuzlar yoki İtalyanlar bunu nayt yaxshi qabul qila olgan. Ya'ni bu falsafa deganlik amaliyotda bu cheksiz izlanish, aqldagi mangulik, to'xtovsiz izlanish deganlik. Bunun cheki yo'q bu. Bunun beşimi yok. Ahirisi mi yok? Yani iktidarsız yoki intihasız. Bu felsefenin alohidligi. Bu aytavur bizning Uyg'urlar birisini faylasuf deb atib bilib bu bilimning qoni degandek. Bunday ish yo'q. Bunday bilimning qoni bo'lgan odam bo'lmaydi. Biz biladigan narsa bilmaydigan narsa bor. G'arbninki faylasuflar bu birisi-birisidan qattiq tutishgan bular. Yani Angliya bilan Fransiya faylasuflari qattiq tutishdi. Bunun misallar tariqasida shuni deyish mumkin. Jean-Jacques Rousseau bilan David Hume'ning tutishishi. Bular asarlar bilan qattiq vashi so'qishganlar bular. Ammo Jean-Jacques Rousseau Fransiya burjuyinga portlab 5 kun ichgan vaqtda shu Angliyadagi Londondagi shu dushmanning uyiga ko'rib turganda. Buni tushundingiz? G'arbchi ma'nodagi faylasuflar mandaq bo'ladi. Yani mening haqiqiy ma'nodagi qimmatimni tushundim, mening dushmanim deydi. Bu fikriy jihatdagi o'xshamaslik. Xo'sh. Bu tanqid. Bu sizning va mening taraqqiyotimni o'rtaq ilgari surdi. Bu tanqid. Bu bir xil ziddiyatlik shaklda ko'rinishi mumkin. Ammo bu ziddiyat birsi-birini inkor qilmaydi. Mushu ziddiyatlik shaklda taraqqiy qilib en ahırda texmi yaxshi bo'lgan bir forma o'tirib chiqadi. Bu yerda men misol keltiraman. Afinadagi darsxona deb atiladigan bir rasm bor. Men abisiga avatgan material mushu rasm shu. Buni o'tirisida o o'ng tarafdagisi Aristotel, sol tarafdagisi Platon. Platon barbuqlamada istiqart otudu. Bütün manba, chinlik, yaxshilik, güzellik, bütün haqiqat ustida deydi. Allah deganda Allah demaydi bularchi, deydi. Ammo Aristotel ustozi Platonga qarshi gapirdi. To'xta, qo'li qarang, Aristotelning qo'li qarang. Mayaga qarang, mayaga. Ma reallik qarang mayaga. Ma reallik asos bor dedi. Aristotelning ikki puti qarasangiz jim turug'liq. Ammo Platonning ikki puti qarasangiz oldiga ma'ni deyotdi. Buni sizgan adam voyaga yetkazib sizgan. Yani Aristotel felsefesi ustozi Platon felsefesining inkoridir. Yani felseflar agar birisi yana birisi inkor qilmasa, uning farqi nima ma'nosi buningki? Tanqid demaklik falsafaning asosli yadrosi demaklik. Siz biladigan Immanuel Kant'ninki 3 tanqidi dunyoga mashhur. Sap
aqlchilikqa tanqid, amaliy aqlchilikqa tanqid, hukm kuchiga tanqid. Bu Immanuel Kantning cho'ng 3 asri. Hammasiga tanqidga so'z bor. Bu tanqid deganlik hargizmi burunqilarini inkor qilish emas. Inkor bilan tanqid ikki narsa. Uyg'urlar tanqidni inkor deb tushunib qolgan. Yo'q. Biz Uyg'urlar cho'qim birimizni tanqid qilib, texmi yaxshi manni, texmi yaxshi bo'lgan Uyg'urni o'tirib chiqarish uchun ideya jihatdan, ma'rif jihatdan yaxshi bir muhit yaratishimiz kerak. Bu tanqid Yevropa va Amerikada havo bilan sudek, osh, nondek zarur narsa. Tanqid bo'lmasa falsafa mumkin emas. Siz Aristotelning kitoblarini o'qisangiz, Aristotelning har bir kitobining har bir mundaris gaplar shu Aflatonga bo'lgan tanqidni to'sh kelganda, onimga tanqid, manimga tanqid, hammasi tanqid. Bu tanqid ustozga inkor emas. Aristotel Aflatonning akademiyasi natijasi. Yani Aristotel Aflaton qurgan ana onun akademiyaningki o'quvchisi. Alaninki yani aylık bo'lgan adam. Yani Aristotel. Men bu yerda nima degan vaqtda biz falsafa sohasidagilar bu jihatdagi asosli metodninki, asosli mohiyatning nima ekanligini bilishimiz kerak. Falsafa umuman tanqiddir. Bu inkor emas. Bu rad qilish emas. 21-asrda yoki 20-asrning oxirida Yevropadagi, ya'ni German faylosoflar bilan Yahudi faylosoflar o'tirisida ajoyib keskin tanqidlar bo'lgan. Martin Heideggerning ustozi Edmund Husserl bu ikkisi hadisshunoslik faylosoflarininki asosli deb qaraladi. Yani ustozininki ta'sirida Mavjudiyat ve Vaqt degan kitobni yozgan. 1927-yilda e'lon qilingan. Xo'sh. Yani shu kadar tanqidlaydigan bir ustozininki nomiga atab o'zining eng mashhur asrini yozgan. German millati bilan Yahudi millati falsafa jihatda birini inkor qilgandek ko'rinishi mumkin, ammo bu inkor emas. Bu tanqid. Mesela Edmund Husserl'ninki asarlari hammasi umuman German tilida yozilgan. Yahudilar yozgan bu asarlar bo'lmagan bo'lsa, German falsafasining keyingi 100 yil bo'lmagan bo'ladi. Doktor, misallarni qisqa olaydi, chunki nurg'un savollarim bor. Yana soat 6da boshqa bir program bor-ku, shuni tezroq mayli mencha. Bo'ldi. Demakchi men cho'qim Uyg'urlar mushu falsafaning aslidagi alohidligining, xarakterining qanday ekanligini cho'qim bilish kerak. Umuman Uyg'urlar haqiqiy ma'nodagi falsafaning nima ekanligini uqamay qolgan. Bizningki olimlar yozgan falsafa tarixining o'zlam boshqa yozmoqqa qattiq tema, ammo g'arb falsafa tarixiga qaragan vaqtda suhbat jihati farqi cho'ng. Amaliy falsafaningki chin mohiyatini biz yana bir qatim tekshirishga, tadqiq qilishga erishishga majbur. Buni cho'qim keyingilar farq qilib berish kerak. Tamam. Hamda doktor, hamda yuqoridagi so'zlardan, hamda shu so'zlaringizdan xuddi shu hamda g'arb falsafasidan cho'qim jiddiy biz o'rganishimiz kerak bo'lgan nurg'un narsalar bor dedingiz. Sharqdan g'arbga yo'l olish kerak degandek hamda. Bu ideyani hamda siz amma so'zlaringizda yuqorida bizning asos bo'lish kerak, ya'ni dedingiz. Buni qanday tushunish kerak bu sharqdan g'arbga yo'l olish degan ideyani? Ya'ni bizning angushlar, qo'limizda angushlar bor. Hem dinimiz o'tirib qo'ygan, hem bizning milliy qiymat qarashlarimiz. Yani nimishqa buni deb turib, yana sharqdan g'arbga yo'l olish kerak. Balkim deganda bu bu yerda katta savol. Bu hozir biz yer sharishish, ya'ni global bir davrda turyapmiz. Dunyo hozir shu yer sharishish to'lqinida iqtisod bir gaplashyapti. Xo'sh. Qimmat qarash bir gaplashyapti. O'xshashlar siyosiy tuzum jihatda,
siyosiy qimmat qurasa jihatdimi bir gavdishish bor. Bu yevropalashish degan gap yoki g'arblashish degan gap. Bu g'arblashish deganning ma'nosi girklish degan gap. Girklish deganning ma'nosi aristotelishish yoki aplatilish degan gap. Bu gapning aslidagi falsafa ma'nosi bu. Buni Yevropaliklar tushunib, voyaga yetkazib, eng oxirida yemirilmas davlat deb qaralgan Amerika yoki Angliya yoki Fransiya yoki Germaniyalarni qurib chiqadi. Bular umuman g'arb idisida yoki shu g'arbning qimmat qarashi asosida, Grek qimmat qarashi asosida bu asarlarni yozgan va bu asosiy qonunlarni o'sha Grek qimmat qarashi asosida tuzib chiqib, bu uzoq davomlashadigan. Amerika'nın bu kadar kudretli sababi bu hamdi. Hamdi Yapon qarsak, Yaponiya Sayonara Asiya. Sayonara Asiya deb. Bu xayrixoş Asiya deb. Bu Yaponiya 150 yıl aldıda muş Meiji yildagi yangilik ko'chishda ma'rif jihati umuman g'arblikka g'arb taraf mangan bular. Ya'ni butunlay g'arbchi ma'rif. Xo'sh. G'arbniki har bir ijtimoiy detallarini Yapon cemiyeti sındırış. Hatta Yapon'un siyasi tüzümü aynı vakitte bir imperial tüzümü de. Bir imperial bir devlet aslında. Meiji yıllarda. Ama bu devlet ne? Aşo Garb'da okuyan, German'da okuyan, Fransa, Angliya'da okuyan bulan felsefleri. Bunun içinde Itagaki de birisi var. Itagaki degen birisi. Muş parlamentta aşo muşuşup, sokuşup, detişip uzak mezgil jangchilar qilib eng oxirida bu davlatning ya'ni imperiya Yaponiya imperiyasining asos qonuni o'zgargan bo'ladi. Ya'ni Osiyo qit'asida eng burun g'arbga chalgan millat ma'rif jihatdan ijtimoiy tuzilma jihati g'arbga chalgan millat yaponliklar. Yaponliklar Osiyoda haqiqatan kuchli, ma'rif jihatdan kuchli, iqtisod jihatdan kuchli, madaniyat jihatdan yuksak. Biz bu şartın garip mıymış diye vaktimizde özümüzni elbette mühim orun koymuş. Bizim ana temellerimiz, ana ölçemlerimiz özbet saklandığı yok ama formüllerimiz nispi şekilde özgürleşi mümkün. Biz 100 yılın aldıda Abdülkadir Damballah Şavkı'nın kim karsak ton kiyat ton. Sizden biz hazır aslayıp oturaptığımız bir yerde. Hoş. Bizim vücudumuz özgemeydi. Ama formumuz malum cihate özgürüş gerek. Bu özgürüş yapılıklarda üzülkesini epirliğen. Bu şarkıdan garip bilmeyiz degenin ma'nosi hamma narsamizni tashlab o garip bilmeyiz deganlik emas. Balki ana o'lchamlarimizni qoldirib g'arbni qabul qiladigan atalmış şu sırtki formülani g'arbchi qimmat qarashlarni ma'lum darajada qabul qilish deganlik. Bu jihatda dunyo bir o'rtaq bir tajribaga ega. Hozir Osiyodagi nurg'un davlatlar g'arblashishga qarab menyapti. Latin Amerika davlatlari ham shu. Bir qism G'arb Osiyo davlatlarimi tadrijiy holda Yevropa va Amerikaning tuzilmasiga qarab menyapti. Axloq qimmat qarashlar jihatdami zo'r jihatda bir xil burilish bor hozir. Ya'ni Yevropa va Amerikada qimmat qarashlari bizga mislsiz ta'sir qilib. Men oldingi Turkiyaga berib mayron qoldim. Turkiyaning kiyinishi, so'z harakatlari va programmaga qarab bo'lsa, bularni o'rlashtirish umuman nihoyatda bir cho'nqurlik bor. Demak, bu jihatda ya'ni o'zimizning ana temellarimizni, ana o'lchamlarimizni asos qilib turib, shaklimizni, formamizni, sirtqi o'lchamlarimizni qarib turmaydi. O'zimizningki mavjudligimizni boshqa oldida namoyon qilish keldik. Biz bunday qilmasak, boshqa tarafdan rad qilinamiz. Hamda inkor qilishimiz mumkin. Bu chog'da bizni kuchligini yanılam qo'llab qo'yish mumkin. Shunga biz uzul kesil mana shunday bir ma'rifni, shunday bir islohotni ve ijtimoiy islohotni olib berishga biz taqozomiz. Bu jihatda menimcha Uyg'ur jurnalistlari, Uyg'ur olimlari o'rtaq qarashdi deb tushunaman.
Rahmet. Xo'sh, unda olsa aslida men bakchiq savollar keldi. Inshaalloh oldimizdagi bölümler yana program qilsak bo'ldi ekan. Chunki har bir gapimizga yana kallamda nurg'un savollar keldi. Uni so'ray desam, miyadagi savollarim qolib qoldi. Ben davamlaştırabileyim. Ben özüm yezip aldım bularni inşallah. Çünkü nurg'un fikrlar o'tirib qo'yilish kerak bo'lgan so'zlarni qildingiz. Onunga qarshi fikrlarni men jiq ham ko'rdim, o'qidim masalan shu. Bo'libmi g'arbning qimmat qarshi bo'lgan kuniga tushirayotgan degan fikrni o'tirib qo'yayotganlarni aytib ko'p bilganingizdek. Men programmaning nimasiga devam qilaverayim. Masalan, John Locke, Hobbes, Rousseau'ning cumhuriyetçilik nazariyasi Uyg'ur mustaqillik harakatiga qanday tatbiq qilindi? Nima uchun buning ehtiyojimiz bor deb qaraysiz? Bu hamda sap felsefelarninki, sap felsefe ideyasininki Uyg'urlarga tatbiq qilinishiniki yoki bu harakatninki mazmuniga kirishi kerakli haqidagi bir tema ekan. Ya'ni keng qurilgan, ya'ni yaqin zamonda qurilgan davlatlarninki, bo'lib Amerika yoki Fransiya yoki Germaniya qatorliq milliy davlatlarning, ya'ni bir millatni asos qilgan davlatlarninki asosliq bir manba sifatida bu yerda John Locke'ni deyish mumkin. Bu John Locke bu yerda insonning haqiqiy ma'nodagi insonlik qimmatini tepishi, millatning haqiqiy ma'nodagi millatlik qimmatini tepishi uchun cho'qim mana shu o'zida zarur bo'lgan, ya'ni davlat, qonun yoki hukumat paydo bo'lishidan burungi mana shu tabiiy huquqlarni ishlatib, agar bir davlat shaxs qarta, grajdan qarta o'zining zo'rlik kuchini ishlatib qolsa, masalan Xitoylar davlat shaklida Uyg'urga bosqinchilik qilsa, u chog'da qarshilik qilishningki bu falsafa jihatdan, ya'ni John Locke jihatdan qaragan vaqtda mutlaq qonunliq yoki yo'lliq ekanligini tushuntirishdan iborat. Ya'ni Uyg'urlar inqilob qilsa yoki milliy misaq harakatini qo'ral shaklda ifodlaydi, u chog'da uningki asosi bormi deganda bor. Chunki bizningki tabiiy huquqimizga, ya'ni davlatdan halqagan, ya'ni davlat bilan munosabatsiz bo'lgan huquqlarimizni daxl qilib uchun biz tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni, jinimizni, mol mulkimizni, hamma narsamizni butunlay bular tajovuz qilib bulab olgan. Bunda qavlasida John Locke deydi. Jinimdan kech deydi. Jinimdan kech deydi. Cho'qim og'dirishga keldi. Cho'qim men davlat qurishga keldi. John Locke. Mushu ideya asosi qurgan davlat Amerika. Hamda ikkinchisi Thomas Hobbesga kelsak, bu albatta har bir faylasuf bek cho'ng asar yozgan odamlar, bularning necha 10 tomli asarlari bor. Davlatchilik ayt qismlari nayt cho'ng. Thomas Hobbesninki bu davlatchilik falsafasining ichida muhim bir nuqta bor deyish to'g'ri kelsa, bu jamiyat yoki insonlar asli tabiiy holatda bu bir jang oldi deydi. Ya'ni bo'ri bilan bo'rining so'qishish oldi deb deydi. Shunga bu jamiyat asli tinch emas deydi. Ya'ni kuchliklar, ojizlar yeb ketadigan bir holatda, asli tabiiy holat deydi bu Thomas Hobbes uchun. Ya'ni John Locke buning qarta yo'q deydi. Yani Thomas Hobbes'un ko'z qarashini John Locke tanqidlaydi. Bu yerda Thomas Hobbes'ninkidan foydalangan taraf cho'qim asosiy qonun shaklida millatning irodasini qonun shaklida o'tirg'i chiqarib Uyg'urninkini. Bu qonunga hammadan bo'ysunib, agar bu qonunga kimki chaqchaq qildi ekan, bu hukumatni yoki davlat qoldirib o'tib yana bir hukumatni qurishning ham qonunliq ekanligini Thomas Hobbes tasdiqlaydi. Xo'sh. Bu Thomas Hobbes'ninki davlatchilik bilan John Locke o'tirisidagi cho'ng bir farqni eslatadi. Ham yana bir samda Jean-Jacques Rousseau desak, bu Rousseau Cumhuriyet haqida dunyo tarixida eng cho'ng bir asar yozgan bir odam. Fransuz. Bu odamning ijtimoiy ahdi, Emil, siyosiy iqtisod nazariyasi, insoniyat barobarsizligining manbasi
degandek asarları var. Biz bu asarlarni uzoq mezgilda ajrab o'qidik. Uyg'urlarga tatbiq muhimligini his qildik. Bu yer demoqchi bo'lganimiz bu ijtimoiy ahdichilik qarash. Xo'sh. Amaliyotda jumhuriyat davlatidan iborat. Ya'ni Uyg'urlar 33-yil va 44-yil qurgan davlatning asli formasi jumhuriyatda. Haqiqiy ma'nodagi jumhuriyatning nima ekanligini va qanday bo'lganligini bizga bücürgüçe tushuntirib beradigan odam Jean-Jacques Rousseau. Biz Cumhuriyetni qurdik-yu, Cumhuriyetning nima ekanligini haqiqiy ma'noda tushunmay, uning prinsiplariga rioya qilolmay, uning uchun to'laydigan bedellarni to'lab bo'lolmay, oldingi shartni o'rindalamaligimiz uchun qisqa muddat ichida bizning ichki jumhuriyatimiz oqaqidan ichki jumhuriyat tugagan bo'lib qoldi. Biz 3-qatim jumhuriyat quraldi deyapmiz. Bu jumhuriyatni biz jumhuriyatni tushunadigan minglab, 10 minglab Uyg'ur grajdanlar bo'lmay turib qurilmaydi. Qurgan taqdirdami uni saqlash tez. Chunki bu davlat, bu jumhuriyat deganlik ana shundoq buni tushunadigan bu o'zining adolati uchun, o'zining jumhuriyat adolati uchun, Uyg'ur jumhuriyatining adolati uchun barlig'ini qurbonga sayyor turadigan ixtisosli xodimlar yoki olimlar, ziyonlar yoki tarbiyachi bo'lgan narsa. Biz buning ichki qatlamlarini Jean-Jacques Rousseau'dan bilyapmiz. Biz jumhuriyatni qurdik. Ammo Uyg'ur tarixida jumhuriyat deb yozilgan bir parcha kitob yo'q, asar yo'q. Biz keyingi vaqt qarasak, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining asosiy qonuni bor-yu, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qonuni bo'lgan bilan vujud qilgan jumhuriyatning asosiy qonunini biz topolmadik. Ammo jumhuriyat jinoiy ishlar qonunini asosiy qonun shaklida ijro qilgan deydi. Xo'sh. 5 yil hukmronlikdan bir jumhuriyat. Biz ilm jihatda, davlat sistemasi jihatda undaq yangilikka yo'l qo'ysa olmaydi. Ayni vaqtda Sovet ittifoqi yo'l qo'ymagan, Xitoy qistirgan, undaq deyish mumkin, barlar ko'p. Ammo mushuni cho'qin tashqi ishlar ministri quraman deb qurish kerak Uyg'urlar. Tashqi ishlar ministri yo'q ayni vaqtdagi eldagi jumhuriyatning. Asosiy qonun meni qipadanmagan. Ammo jumhuriyat. Ben demakchi, g'arbliklar bu jumhuriyatni differensiyallab, integrallab tushungan. Har ikki tatbiq qilgan. Shunga fransuzlar boshqalar nima deyishdi qat'iy nazar, bular o'zining davlatini cho'ng biladi. Sallab davlat o'zi kutgandan chiqmay qolsa, namoyish qilib, "Abi men degan John Locke degan huquqni ishlatib, hokimiyatni og'diraman deb turdi bular." Sababi nima? Her bir Fransuz shundoq cho'nqur sifatga ega. Her bir German shundoq cho'nqur sifatga ega. Va balkim har bir ingliz Angliyadagi o'xshash sifatga ega. Bildiganlar bilan bilmaydiganlarning tanımaydiganligini siz bilasiz. Biz Qur'on, hadis to'g'riligiga yaqinmay turaylik. Albatta bildiganlarning harakati bilan bilmaydiganlar harakati. Bularninki har birisininki unumli haqida so'zlashdan zaruriyat yo'q. Biz balkim nurg'un jihatda ahmoqona ish qilgan bo'lishimiz mumkin, o'rinsiz qurbonlarga bo'lishimiz mumkin. Bu qurbonlik yana berilmasligi kerak. Biz qurbonlikni eng tuvan darajaga tushirib, eng yuqori unum qazimiz desak, cho'qim har bir Uyg'urni haqiqiy ma'nodagi davlat qurdigan sifat tarbiyalab chiqishimiz kerak. Xuddi fransuzga o'xshash, xuddi bir germanga o'xshash yoki inglizga o'xshash. Xo'sh. Bu bizim talab qiladigan sifat. Rahmat. Rahmat. Hamda shu albatta shu Uyg'ur an'anaviy bir odam diyana Uyg'ur an'anaviy siyosiy tafakkur bilan zamonaviy
demokratik ideyalarni qandaq birleştirimiz deb qaraysiz yani? Albatta endi bizningki mangudaşlarımızda yoki keyin qarasak Yusuf Hasajevning kitobi ham shu, Alisher Navoiyning asarlari ham shu. Yani buning ichida endi Alisher Navoiyning asarlari ichida davlatchi temizlik asarlarining ichida umrining eng oxirida yozgan Mahbubul Qulub degan bir siyosiy bir asar bor. Bu xuddi Yusuf Hasajevning kitobiga o'xshash bir davlatningki odamlarning, davlatning kadrlaridan qanday bo'lish haqidagi bir asar yoki buningga munosabatli fazilatlar tiklab qanday bo'lish haqidagi bir asar. Albatta biz mangudaşlardan boshlab qarasak, nihoyatda bir cho'nqur sifatdagi bir millat biz. Davlat qurgan bir millat, davlat so'rgan, jahon so'rgan bir millat. 9 va 13 asrning o'zidan orliqda çok bu aralıkta bir qancha çoğun 4 davlat var bu yerda. Bu davlatların hemmisi Asya'daki süper güç. Mayli tang sahası olsun, mayli şu su sahası olsun veya ki etraf başka devletlerge bo'lgan kuch tamponu jihatda o'zining mavjudligini izchil saqlaydigan bir sifatdagi bir davlatlar bular. Men demoqchi bo'ldim, biz an'anaviy qimmat qarash jihatda an'anaviy klassik asarlarimizni ve onunki prensiplerini çokum en zor derecede saklaştırışımız gerek. Okşaşla abi degandek bu ana temalar, ana ölçemler, ana prensipler bu bizim mühim bir en güçlümüz. Bunu asas kılıp formu cihatta yani G'arbning davlatchilik sistemasi, qonunlari ve bununki etik jihatdagi biz qabul qiladigan, bizning qimmat qarashimizni tasdiqlaydigan, zid kelmaydigan taraflarni biz cho'ng jihatni qabul qilishimiz balkim dunyo davlatlari qatorida baravar o'rinda o'tira olishimiz uchun pek muhim bo'lishimiz mumkin. Bu hamda Uyg'urninki hem an'anaviy qimmat qarashlarni ham g'arbchi qimmat qarashlarni har ikkilisini muhim bilishning ve izchillashtirishning zo'rligini tushuntirdi. Tak bir yol bizni aloqaga keltirishi mumkin. Yani men yalnız an'ana bilan maqaman yoki g'arb bilan maqaman desak bo'lmaydi. Biz cho'qim hem an'anani hem g'arbninki bu jihatdagi tajribalarini maydadan qabul qilishimiz kerak. Xo'sh. Chunki bu davlat cho'ng jihatdan qaragan vaqtda prinsipal o'rtoqlikqa ega. Davlatning asosiy qismi hozir qarasak Cumhuriyet tüzümüde. Yani 200'ün arasında qarasak 200'den devletlerninki 150'lik neçisi asas kanun qarasak hemmisi Cumhuriyet tüzümüde bezdigan. Bu bizni o'ylantirdi. Bu parlamentninki qanday bo'lganligini, parlamentning nima ishga bo'linganligini, nima ishga kengash palatasi qurishning, nima ishga avam palatasi bo'lishning, nima ishga birsini 2 yil, birsini nima ishga 6 yil bo'lganligini, nima ishga prezidentninki bunday vaqt-vaqt almış turishning zarurligini bu g'arbga allaqachon keni bilan jini bilan isbotlab bo'ldi. Biz buni yana tajriba qilishimiz zaruriyat yo'q. 10 yil 20 yil o'tdasin bizning prezidentimiz deyishimiz zaruriyat yo'q. Biz O'zbekiston emas, biz Qozog'iston emas, biz Qirg'iziston emas. Uyg'urlar cho'qim o'zining aqliy cho'nqurligida, aqliy go'rizontallik bilan ish berish kerak. Rahmat. Xo'sh. Hakikaten hem de ish qilib demek gapim hozir xiyolimga kelgan gapni hammasi qochib ketib qoldi hozir. Abay so'zlayotgan vaqtimda nurg'un savollar menimda shakllangan. Xayr, hali esim kelar. Hamda yana shu Yevropa ve Amerika bilan siyosiy madaniy diyalog qurishninki eng unumli usuli, medeniyetler ara o'zaro tushunish, hurmatlash asosida natijali hamkorlik degandek, masalan bu nuqtalar biz programni oldida biroz gap qilishdik bu masalalarni. Bizningki realligimizda masalan mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, sirtdagi muhojirat, vatanni
tilga ilish bu yerda asla mumkin emas. Sirtdagilarning ahvoli ular bilan masalan bu Yevropa davlatlari, Amerika davlatlari bular bilan dialog qurg'udak, munoziralashgidek, hamkorlik o'rnatgidek kuchimiz yo'q bizningki yani. Buni sizcha qanday bir amalga oshirish mumkin? Nimimizga masalan hamda. Nimimiz va masalan ular bilan o'tirib dialog qurdiganlar. Biz kuch bo'lsa andan e'tirof qildi-da ular masalan. To'g'ri. Men buni Yaponiya litseyda deb keldim Uyg'urlarga. Bizning asosiy tadqiqotimiz 0. Xo'sh. Ul tadqiqotimiz 0. Ana sohalardagi tadqiqotimiz 0 bo'lishi mumkin. Bizning hozirgi bugungi dunyodagi ilm sohasiga qo'shgan to'pimiz xafa bo'lmanglar, balki 0. Bunda avalasida diyalog qurish mumkinmi? Shu masala bu. Boshqalar tang o'tiralish uchun sen prezidentning qishig'iga kirib gap qilishing mumkin, ammo prezidentning kalasidagi sistema bilan qimmat qarashdan sening kalandagi sistema o'xshamaydi bu yerda. Ular kichik vaqtidan boshlab shu xil grajanlik ma'rifini qabul qilib kelyapti. Sizni qabul qilish sabab sizni shu grajdanlik huquqiga egilib qarg'anlik uchun. Ammo sizning u yerda qabul qilinganligingizni siz u G'arbning prezidentining ma'nosini tushunmadingizda. Xo'sh. Bu uqishmasliklar emas. Bu g'oyat zo'r krizis, g'oyat zo'r fojia. Bu nima uchun degan vaqtda bugungi dunyoninki asosliq qimmat qarashlari yoki etiklik o'lchamlarininki umuman Yevropa va Amerikaga nisbiy mayil ketib qolganligini, inson tabiatining buni yoqtirganligini bizga isbotlayotdi. Nurg'un O'rta Osiyo yoki G'arbiy Osiyoning musulmon ziyolilari Amerikaga qochganligini anglayapmiz. Yoki O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlarining ziyolilari Fransiyaga qochganligini angladik. Va bir qismini qaytib kelganligini anglayapmiz. Xo'sh. Nima uchun? Nima uchun? O'zining davlatini qurib, o'zini kechib ketgan gapda. Nima uchun degan vaqtda bunning sifat o'xshamaydi. Ya'ni g'arbliklar G'arbning ma'nosidagi insonni tamomlaydigan. Biz uqishmaslikdan biz o'zimizni inson deb o'ylab qoldik. Ig'ir gap bu. Biz uqishmaslikdan o'zimizni inson deb o'ylab qoldik. Yo'q. Biz insonga qarab ketayotgan bir X biz. Nimaga qarab ketayotgan? İnsan qarab ketmagan, insonlik qarab ketgan. Biz insonni qarab ketbarmizda. İnson bo'lish qarab ketyapti demakchi. İnson hozirgi holatimiz esa bo'la qoldi. Xo'sh. Men bu yer demakchi, G'arbning ma'nodagi inson bilan siz biz tushungan, ya'ni bu Osiyo odamlar tushungan inson o'rtasidagi farq bek cho'nqur. Nima uchun Falastinda tuballab adam o'lib ketsa, qo'ychilik buni inkor qaytarmaydi? Nima uchun? Ig'ir savol bu. G'arbning ko'zdan qaragan vaqtda G'arbning ma'nosidagi odamda qaramdi degan masala ham bor buning ichida. Ya'ni G'arbliklar eng muhim bildigan insoniy o'lchamlar bizning odamlarimizning vujudini tepilishi kerak. Doktor, bu xismat bizni tepilishi kerak. Siz tilga olayotgan shu masala masalan G'arblik hozir siz tilga oldingiz bu masalani. Abay men zihnim kelganda so'ramoqdim. G'arb qimmat qarashi, G'arb u narsa, bu narsa degan narsa bo'lib shu G'azada bo'lgan urushdan keyin shuncha 50 mingdan ko'p inson, kichik bola bundan o'ldirilganda allburun sinfdan qoldi ular yani. Butun dunyoda bu deyilyapti hamda hozir. Ya'ni qanchalik bir puchak bir holatga tushib qolganligini ko'z oldimizda ko'ryapmiz hamda. Bir tarafdan yana G'arb qimmat qarashi deb yana bu ikkisini qanday bu ziddiyatni qanday nima qilsam-da? Bu g'arbganlik Yahudi hozirgi
Yahudi İsrail'e hüküm deyli misal. Yoki bo'lsa ayni vaqtdagi natsist hüküm deyli. Yoki bo'lsa ayni vaqtdagi Yaponiyaningki militarist hüküm deyli. Bu onun bilan ikki narsa. Ikki narsa. Biz buni ardashtirib qo'ysak xato natija kelib chiqadi. Ya'ni hozirgi İsrailiyaninki Falastinga bo'lgan avqil muomalasi o Yahudi bütün milletninki siyasi karar emas. Belki Netanyahu'ninki yoki Netanyahu'ninki kabinetinki chiqargan qaror bo'lishi kerak. Bu bir qism Yahudi millatchilarini ham ansirtish kerak. Chunki bu qisas hamon bir kun qaytadi. Ama mesela ben en yeni bir statistikini ben aldığım günü gördüm. Amerika'da bir Harvard Üniversitesi mesela şu halkın avazını sınap yapıptı da sen Netanyahu tarafta İsrail'in kıvatkan tarafta turamsa ya ki Hamas tarafta turamsa da %53'ü Hamas tarafına kıptı ama yana 47% İsrail tarafta turduğanlıqını depti. Yani bu mu korkunç bir rakam hem de. İsrail'e nispeten ama biraz Hamas tarafta, Palestin tarafta turma diğerlerinin sahanının yukarı buluşu yaxşı bir netice ama yenilam nurgun kişiler o tarafta turvatqanlıqını hem mevqasının siyasi mevqasını görüvatımız mesela. Nayet mühim sual da o. Nayet mühim. Yani bir yerde mundaq bir narsani deyish mumkin. Yani aşınçı zor bedel tölengen bo'lsa mu? Aşınçı ko'p Falastinlik qolganlik bergan bo'lsa mu? 47% adamning yanni İsrail tarafini tutishning o'zi bir narsa tushuntirdi bu yerda-chu. İnsan qo'rqinchli. Xo'sh. Her bir insonning vujudi qo'rqinchli. Biz abididik, insonni tushunmadik. Biz insonni yaxshi yoki yomon deb ayirib oldik. Bu yerda ikkinchi bir misolni keltiray. Ikkinchi dunyo urushida necha million 6 million deyli Yahudini qirgan eliqi German generalning ismi Eichmann. Sizlar balki Eichmann deyishim mumkin. Yaponda Eichmann deydi. Bu İsrailiyada sud ichiladi. Sud ichilgan vaqtda bu Germanning bu adamlarning bir qismini sotdi ba, yana birisi eng muhimi Yahudining eng chong faylasufi ayol faylasuf. Hannah Arendt degan bir ayol maydonda bor edi. Bu yiliq 6 milyon Yahudini o'ldirgan Eichmann deganning so'zini birma-bir yezib turdi-da. Bu Eichmann deyilganda bu men faqat yuqoridagilarninki buyrug'ini ijro qildim. Xohlasam sonni ko'paytdim deydi. Bu shuning bilan bu gapning xulosasi u emas. Bu Yerusalimdagi sot degan bir asarning gapini qilmoqchi emaslar. Bu Yerusalimdagi sotda eliqi ayol faylasuf yani Yahudi faylasuf ne desangiz bu yomon odam emas. O'zining vazifasini ijro qilgan ma'muriy xizmatchi deydi. Qaydada ya 6 milyon Yahudini qirib yani o'zining millatini qirib atgan. Masalan, bir Uyg'ur Chinchangoni va o Chinchango yomon adam emas. U o'zining vazifasini ijro qilgan bir gapda o'chu. Qattiq bir eg'ir gap bu. Yani bizningki inson haqidagi tushunchimiz shu qadar tez. Eliq Eichmannning so'tini yozgan eliq ayol bütün Yahudilar tarafidan qattiq g'azab kuchiraydi. Sen 6 milyon Yahudini qirib asmi, sen buni yana oqlayotsan degan ma'noda. Amaliyotda bu Eichmannning bu so'tida bu Hannah Arendt degan bu ayol bu German qatilni oqlayotgani yo'q bu yerda. Sebebi bir masalasi o'tirib qo'yib, biz
bir insonning vujudidagi raziylik bilan yaxshilikni tushunmay qolyotdi. Bizim aramızda Uygur'un her bir adamın operasyon yapsa ayıkımendeki adamın çıkışı mümkün. Her gün tıkamaylı. Yani bu manisi özünün vücududaki nesini icra kılan ama sırtın karga vakitte başkası bir körüngen. Biz adamlarını ondan yaxşı adam, yama adam degandek bir addi mendi kategoriye ayırıp bir bilip aldık da Əməliyyatda hər qanda bir adamın vücudunda bu nərsini var deydi. Qandan arayın. Şu ən çox tələsat çıxan fəlsəf hem şu ayal Yahudi tərəfindən tənqidlənən ayal fəlsəf hem bu hemdir. Bu siyaset fəlsəfəsi sahəsində bu nəhayət zor qulğu qozulğan bir tema hemdir. Deməkçi olduğum bir yerdə aynı qançalik qəriblikki bu qurbanlıqqa, yəni Fələstin məsələsiga qançalik hissasçılık kusunu kılmasın bu ayrı mesele. Biz hakiki manadaki insanını düşünüş degan ma'noda yana bir qitim islohotga, yana bir qitim ma'rifga muhtoj. Biz hakiki manadaki insonni tushunishga muyassar bo'lolmagan bo'lishimiz mumkin. Xo'sh. Bizningki kallamizga an'anaviy Uyg'urlar doit mard, nait isil, nait axloqliq, nait jasoratlik, amşa yaxshi sifatlar hammasini birisiga atib qo'ydigan, yomon bo'lsa yomonni hammasini birisiga atib qo'ydigan. Bunda ikki qutbga ayirib o'tilgan inson qarashi. Bu umma qoqimizda falsafa ma'nosida qaragan vaqtda rad qilinadi. Ya'ni insonning vujudidagi xo'sh, yaxshilik va razillik. Bu Nietzsche'nin aynı vakitte şu kadar Avrupa ta'sir qo'yishning sebebi mi? Hem mana şu. Xo'sh. Zaru Astro shundoq deydigan kitobidagi, Zaru Astroning degan gapining ma'nosi shu. Sizlar teqish yashayotibsizlar. Ya'ni yashayotgan odamlarni savol so'rayapti. Şunun bilan iliqi taqdim chiqqan vaqtdagi iliqi qiyriga deydi, eg'izingga kim ketgan, bu yılanning quyrug'ini tart deydi. Bu yılanning yerimi, kalla qismi bu odamning ichi kirkit qiladi. Quyrug'ini jon jahli bilan tatidi. Ya'ni Zaru Astro shundoq deydigan kitobning ichida. Ben bir yat bilmek vaqtda insonning vujudidagi razillikni bor demoqchi. Xo'sh, xo'sh. Razillikni qilolmaydiganini qilish uchun buning sistemasi davlat tarafidan o'tirib qo'yish kerak. Ya'ni jinoiy ishlar qonuni. Va bu boshqa qonunlar. Bu orqali agar sen axloqiy jihatdan masala paydo qilsang, axloqiy jihatdan jazolanasan. Agar qonun jihatdan masala paydo qilsang, qonun jihatdan jazolanasan. Bu g'arbning davlat tuzumi odamni yaxshi deb qarg'anligidan paydo bo'lgan tuzum emas. Bir vaqtda insonning vujudida ham yaxshilik, ham yomonlik bo'lganligi uchun qurilgan sistema. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Ya'ni razillikka qaratami, ya'ni insonning razillik tarbiyaga qaratami yetarli darajada o'zining funksiyasini joriy qildirgan sistema bu jumhuriyatda. Demakchi men biz bu yerda haqiqiy ma'nodagi insonning ma'nosini, haqiqiy ma'nodagi grajanning ma'nosini balki Uyg'urcha bu to'g'ri hech nima bo'lmagan tufaylidan tushunmagan bo'lishi mumkin. Bizning kallamiz yanada gung bo'lishi mumkin. Buni cho'qim g'arbning ma'nosidagi inson zoti nima? Ya g'arbning faylasufi davlatdan bu inson nima? Bu necha davlatdan odamlar qanaqa odam bu? Bizda odamlar farqi nima? Dal shuning uchun bu davlatchilik masalasi etika masalasi. İkisi bir masala. Davlat tuzilmasida qanday bo'lishi etikimiz belgilaydi. Etikimizda qanday bo'lishi davlat tuzilmasi belgilab qo'ydi. Xo'sh. Biz qancha sifatli bo'lsak, qurgan davlatimizning tuzilmasimi shuncha mugabe bo'lgan gapda.
Bu Amerikani qurganlar shu vaqtdagi eng sarxillar. Mayli axloq jihatdan, fazilat jihatdan, ilm jihatdan bo'lsin, yoki bo'lmasa ixtiros qobiliyat jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan bular shu davrdagi insonning eng sarxillari. Eng sarxillari Amerikani qurib chiqadigan. Bular insonni go'zal davaqini yo'q. Hem rezil davadı bir yer. Rezilliklerini kılanmaydıgan halet keltiriş için soğut, sağçı, türme. Ne mi çok kuruldu aslında? Hemen de bunu konuşalım zor. Demek G'arbning qimmat qarashi deganlik amaliyotda G'arbninki inson qarashidagi yaxshilik va yomonlikni chin ma'nosidan talqin qilish, bilish va harakatni tatbiq qilish deganlik. Tamam. Hoş, köp rahmet doktor. Yani inşallah aldığımızdaki nimelerde devamlaştırsak oldu iken nurgun mürekkep şekilde ciddi oyunlaşık tigişlik meselelerde söz kıldınız. Vaktimiz bu tüyap kaldı programımızı müşahede ahırlaştırsak bir sizinki bir Muhammes Uygur Devleti degen şiirler tüyütemdik. Bol rahmet. Tuluk inşallah yani devamını söhbetimiz devamını inşallah aldığımız kısalarda dikkat açacağımız. Köp rahmet inşallah ma şiirler tüyüteyle. Bol rahmet. Ustazdinki Uygur Devleti namlıq şiiri kadarlı görmelerimiz Muhammes. Uygurum cengahti şir, şan kuçti Uygur Devleti. Kan keçip hem can berip tarqaldı Uygur şöhreti. Seltenet sürgeç güzel yüz köz, cahan uz hürmeti. Kaldı tarihte talay şahit, şehit el kımmeti. Çağ uçak nev, ruh bayavan, arifen sür söyledi. Sen Turan şahi cahan erkisi Afrasiya. Öz anandır hör tumarız, kan kılıç Xitayni çap. Yav yaman, yavuz haman, bes, hun içer şini çanap. İntikam al Tanrı tağ, tarım zerapşan, kan sırap. Bilge qağan tun yoquk, man kültekin yolğu qarab. Şarq Türkistan anadır hem ata, alıp tekin. Qancha 10 ming yil muqaddam el-vatan, etiz ekin. San sanaqsız can bahadır, kız oğul qani eqin. Vahşi yav qan şorab keldi haman. Sekin sekin, el-vatan oğlanları can, devleti yar, zar lekin. Kan içer vahşi çayan Xitay, qavan peyli yaman. Zaru zar Uygur, qırıp canap, soyap ah natuvan. Birmi Uygur qalmagay, şumluq tiler, xan pas haman. Bizgi bu uyku haram, neçük yaşay, ey pasiban. Bu garip külbem ara, Allah'ı çinmen, yanmayan. Mangınım bu yol emes, iz saldı hikmet xanciri. Şanu şevket devleti Uygur bilen ruh zinciri. Destur almaz jangchi, bolmay Uygurumның her biri. Titme titme ten beden, ateş vücut, erkiki. Nefsi yalqun tağçı bar ki, Tanrı tağçı söyledi. Yavğı Xitayga qarab, at saldı Batur Tanrı qut. Yüzleri kan, közleri kan, kişileri kan hem borut. Xasiyetlik kan içinde el amandır, barçı yurt. Kan çaçalmay ötsi mahkum, nädi devlet, başı qurut. San sanaqsız tarihi şahit, guvah ötmez durut. Dilşat ister köngül, gam gussida yat eldimen. Dilşat qo'shnam jenim sen daima yadimdi sen. Dilşat biz devlet yok qalbi daryo arg'usan. El guli el o'g'li Dilzatga atab devlet qurayli. Sen ve men can tasadduq, qan tasadduq. Hatemi zat birli sen.
Kollarım titrer, vücut ateş hayacan ilkide. Bir ümit var kelgüsüdün, alvuni çan içide. Ruh taqazza, canğı derman, dövletim yar keçide. Təhbətən qan yığlıdım ki, əlgi hicran dəştidə. Tunguzu Xitay haman Uyğurunu ovlaş qəsdidə. Va darixa nə qılayman, Şərq Türkistan canan. Keçmisi candın yigit, yetkili olmaz, yolu qan. Bağrı qandur, yaşı qandur, saçı qandur, əhli qan. Qətli qıldı yarini, yav xən yavayı pəs qavan. Ləhzi tinsaq qan qılışdı yavni çapqay pəhlivan. Dövlətim yox, söylütüm yox, dünya ara ya hürmetim. İzzetim yox, qimmetim yox, şanu şevket kudretim. Dövleti yox, canı yoxken, ruhi yoxken, kanı yox. Gayri insani ikensen, yat nazari, yarı yox. Yarı yoxның sani yoxken, bezmi baravet, hari yox. Şərq Türkistan anam, dövlət qurarını istedim. Qançı möçən, ictihadat birlə, yapınını qıstedim. İtikabda olturup kan levlerimni çişledim. Ah Xuda bergil medet deb, kün tüyünü zar yığladım. At kebi bağlaxtı ki, yaq, asav tayda kişnidim. Dövlətim Uyğur elidir, Şərq Türkistan vətən. Danişi ustazlarım şah qalbidi yanğın xoten. Qaşqiridə medresi xanlıq afaq cihanğı tən. Şanu şevketlik diyarım, gaziyane cengi ceng. Şehri turfan, yurti irfan, misli okyan türdiyem. Çıktı can hem ahtı kanlar Şərq Türkistan üçün. Har zebun halkım nihayet eytqine zadi neçün. İstigim erki adalet, mənisi andın yuçun. Dogmu gep neyrengi ut yak, piltisi canım bütün. Mənilergi ceng açalmay, dövletimdur istütün. Zatımız hakim hekimdur, hikmeti kut şahidur. Dövleti Uyğurda adil, pasıbanlar dahidur. El avamğı tən nəzərlik, təg nəzərlik, dadadur. Qadri qılmay, qətli qılğaç, asman pələkçi ahidur. Bağrımız qan, cayımız qan, alem cüdalık zarıdır. Kan içer callat Xitay, atamını qətli əylidi. Ademi maymun süpət, kelgündü yav gül çeyledi. Maymuni Adem siman, del Ademi maymun Xitay. Min peri apam anamdın, hiç xəbər mi bərmedi. Qıldıma ahbet dualar, topan balası kelmedi. Uyğuri'nin cevheridir, cengçi mergen atkuşi. Hazreti Mahmud atamız eyttiğu kan çaçkuşi. Əslimizden, vəslimizden Xitayni, xənni çapkuşi. Dövleti Uyğur bilen qar leylisi gül açkuşi. Özgü yol yok, Uyğuriga əsli xuş, hid saçkuşi. Hakikaten nayeti uzun bir muhammes yezipsiz köpten köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. İnşallah bu tileklerimiz emelge aşkısı. Köpten köp rahmet doktorun davası ahir diyene tekrar rahmet etimiz. İnşallah. Yani görüşemiz inşallah. Elbette bu programda ben etkan sözle bu bir Uygur ziyalisinin ki sab muhabbeti Uygur milletiga bo'lgan özünün ki en çoğunqur hürmeti fidakarlığı şundaqla korkmaz bir jasardan kilovatkan sözle şundaqla şiirladır. Şairlar şiir bilen düet kurdu. Feylasoflar
Faylasuflar şiirlarning şiirini felsefeleştirdi. Siyasi yo'llar şair ve faylasuflarning ideyasini reallaştırdı. Bu G'arbdagi o'rtaq bir qonuniyat, tendensiya. Biz jazman ota bobolarimizningki bu jihatdagi tarixiy izlarini jazman besib kelamiz deb ishonaman. So'zlarimda ilgirkilik bo'lgan bo'lsa, mening bilimsizligimda bo'lgan. Hammanglarga ko'p rahmat. Kamodiy ehtirom bilan so'zimni tamom qilaman. Rahmat. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Alloh umr basi yana bir qatimliq. Yana bir qatim hozir asli soat 6 da intayin muhim bir suhbat o'tkazamiz. Suhbatlashishimiz doktor Erkin Akram bilan. Biraz belki maz saat 6 o'tib ketdi. İnşallah bir qancha minut kechikadigan bo'ldik. İnşallah yana bir oldimizdagi hozir o'tkazgan suhbatimizni qochirmay ko'rishingizni umid qilamiz. Heyli ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.